Лимитное число мигрантов из Индии. После визита Путина в Индию правительство заявило, что промышленности не хватает 800 тысяч работников и еще 1,5 миллиона на стройки и сферу услуг. Так что Москва скоро станет похожа на Дубай, ну или Лондон, но не так, как хотелось бы. Endi biz musofirlarni Rossiyaga kerakimiz bo'lmay qolyapti. 800 ming ishchi kuchi, 1,5 million stroykaga hindistonlik o'zimizni namastelar, o'rtaga nuqta qo'yadiganlar kelib ishlayotgan. Bunaqa stroykalar keladi, turadi. Devorni shvash kerak desangiz ruschalab naqay muhabbat deb tushunmasdan. Siz hozirgi videoni ruscha tushunadiganlar ko'rgan bo'lsa, Putin Hindistonga borib kelgandan keyin уже hindiylar o'zi bu yerda hindular ko'payib ketdi, afrikanslar ko'payib ketdi. Ularning narxi, например, o'zi o'zbeklar просто eng past oylikda farroshlik qilib magazinda 50 ming rubl olyapti turgan bo'lsa 60 ming, bu hindistonliklarni surishtirdim, oyligini afrikanslarni 25 ming 30 ming rublga ishlayotgan. Bu bilan demoqchi bo'lganim, stroykada ham xuddi shunaqa. Ularni past oylikka olib kelyapti. Nimaga? Ularda ishsizlik, qashshoqlik, ocharchilik juda ham avjiga chiqqan. Shuning uchun sizlarga maslahatim, endi agar nobodonda Rossiyaga kelmoqchi bo'lsanglar, yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Men chunki bu yerdan hozir Sankt-Peterburg shahridaman, Yevropaga o'tib ketish uchun уже harakatda yuribman. 17-kun Turkiyaga boraman, undan keyin u yerdan Yevropaga o'tib ketish rejalarim bor. Xudo xolasa sizlarga ham maslahatim, bu yerda o'zi ma'no qilmayapti. Ishlaysiz, oyligingizni patent bilan registratsiya, nalog kvartiradan ortmaydi. Sizga maslahatim, просто sekin quyonni rasm chizib, yo Yevropaga harakat qiling, yo o'zimizda движение qilavering. Chunki ma'no qolmayapti. Bular patenti borlarni ham, patenti yo'qlarni ham bitta qilib, har xil yangi qonunlar chiqazib azoblayapti. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.